Payg'ambar alayhissalomning hijrati. Quraysh vakillari Darun Naduvatda Rasulullohni qasdlab o'ltirish qarorini ma'qullayotgan paytda Jibril alayhissalom Allohning dargohidan vahiy elib kelib, Qurayshlarning Rasulullohga suiqasd planlayotganligini va Alloh azza va jallaning uningga Makkadan chiqib ketishga ruxsat qilganligini uqtirdi va bugun kecha odatdagi o'rningda yotmagan deb hijrat vaqtini belgilab berdi. Shuning bilan Rasululloh shu hamon choshki vaqtida safar planiga bosh qo'shib olish uchun Abu Bakrning uyiga bordi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Shu kuni choshki vaqtida uyda otam Abu Bakrning yenida o'ltirib o'tirdik. Bu chaqda havo intayin qizib ketgan edi. To'satdan birsi Rasululloh hech qanday kelmaydigan soat vaqtda kelyotdi. Texi beshinimi o'ribdi dedi. Abu Bakr uningga ota-onam fidodir. U bunda g'ayri vaqtda cho'qim muhim bir ish bilan keldi dedi. Aisha mundaq deydi. Ayol o'tmay Rasululloh kirib keldi va uyga kirishga ruxsat so'radi. Abu Bakr ijozat qilib edi. Rasululloh uyga kirdi va Abu Bakrga qishingdagi odamlarni sirtqa chiqarib etgan. Muhim gap bor dedi. Abu Bakr: "Ey Rasululloh, sana otam fidodir. Bular o'z ahllaring" degan edi. Rasululloh: "Menga bugun cho'qim chiqib ketishga ruxsat qilindi" dedi. Abu Bakr: "Menga hamroh bo'lgin demoqchimisan? Ey Rasululloh, sen uchun ota-onam fidodir" degan edi. Rasululloh: "Ha, shundoq" dedi va ikkaylan hijrat planini tutishib bo'lgandan keyin Rasululloh qorong'i tushishni kutib uyga qaytdi. Rasulullohning qo'rosi Qo'rshavda. Quraysh kafirlarining mazkur katiboshlari yig'indan qaytgandan keyin butun bir kunni Makka parlamenti bugun atigan ma'qullagan vahshiyona planni muvaffaqiyatli o'rinlashtirish uchun tayyorlik ko'rish bilan o'tkazdi. Va bu vazifani ado qilishga heliqi yovuz katiboslardan 11 kishi tanlab chiqildi. Ular tövendikilar edi. 1. Abu Jahl ibn Hisham. 2. Hakam ibn Abul As. 3. Uqba ibn Abu Muayyid. 4. Nazri ibn Haris. 5. Umayya ibn Khalaf. 6. Zam'a ibn Aswad. 7. Tuayma ibn Adi. 8. Abu Lahab ibn Abdul Muttalib. 9. Ubay ibn Khalaf. 10. Nabi ibn Hajjaj. 11. Munabbah ibn Hajjaj. Ibn Ishaq mundaq degan. Shu kuni kechidan bir mahal o'tganda mazkur 11 qariniyat ablaq Rasulullohning uyining eshigi oldida paydo bo'lib, qachonki uxlab qolsa, ondan bostirib kirayli deb poylab turdi. Ular bu razil suiqasdning cho'qim amalga oshadiganligiga to'liq ishonch qiladi. Hatto Abu Jahl mag'rurona qiyofatda o'rnidan turib, masxara va mazoq qilgan ohangda odamlarga: "Muhammad, agar sizlar menga agashsanglar, dunyoda azizlansizlar. Ondan o'lib tirilsanglar, sizlarga Iordaniya bog'chilaridek bog'varallar ato qilindi. Navoda men deganda qilmasanglar, mushu dunyoda Allohning jazosiga duchor bo'lsizlar, ya'ni o'ltirilisizlar. Ondan qiyomat kuni tirildirilib o'tqa tashlansizlar" degan gapni sotdi. Endi kim tarafidan o'ltirilgan bo'ldi ekan dedi. Mazkur suiqasdga qo'l silish vaqti kechining keyingi yarmiga o'rinlashtirilgan bo'lg'achqa, ular soat 0 ni kutib kechini bedor o'tkazdi. Lekin Alloh o'z ishiga hamon g'olib. Osmon zaminning huquqi uning ilikida. Xohlaganni qilguvchi panolik berguchidir. U bu halqiliq paytda Rasulullohga: "Ey Muhammad, o'z vaqtida kafirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirish yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mekr ishlatdi. Ular mekr ishlatdi. Alloh ularning mekrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mekridan unumlidir" deb vahiy nozil qildi. Qur'oni Karim Sura Anfal 30-oyat. Rasululloh uydan ayrildi. Mazkur qarniyatlar bu razil planni amalga oshirish uchun nihoyat puxta tayyorlik bilan turayotgan bo'lsa-mu, lekin ular intayin nomussizlarcha mag'lub bo'ldi. Rasululloh bu chaqda Ali ibn Abu Talibga: "Sen mening yeshil to'nimni yepinib, o'rnimda uxlab turgin. Ular sana hargiz yomonlik yetkazolmaydi" deb qo'yib, qo'liga bir siqim to'pi elib, ularning usti boshlariga chechib etib, saplarni arlab o'tib chiqib ketdi. U Allohning ularning oldiga bir to'siq, keyniga bir to'siq qildi. Ularning ko'zlarini pardaladik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganlikdan hech narsani ko'rolmaydi degan oyatini to'xtamay tilovat qilmoqda. Haqiqatanmi Alloh mushriklarning ko'zlarini band qilib etgan edi. Shunga ular Rasulullohni ko'rolmadi.
Halbuki uning chashqan to'pichonglari usti boshlarini to'liq pur olgan edi. Rasululloh ularning saplaridan sug'urilib chiqqanicha Udul Abu Bakrining uyiga bordi. Ondan u yerdan ikkilan birlikda qo'rovning orqa eshigi bilan chiqib ketdi. Ular kechilab yo'l yurib, oxiri Yaman, ya'ni Makkaning janubiy tarafidagi Sur o'nkiriga berib o'rinlashdi. Rasulullohning uyini qurshab turgan muhosirchilar belgilangan vaqt soat 0 ni kutib davomli bedor turdi. Ammo soat 0 bo'lishning sal oldiroq ular o'zlarining intayin sat darajada mag'lub bo'lganligini va quruq ovora bo'lib yurganligini bayqashdi. Haqiqiy ahvol mundoq oshkor bo'lib qoldi. Ularning yenidan bu ish bilan aloqasi bo'lmagan bir kishi o'tib ketib, bir qanchaylarning Rasulullohning uyining atrofini poylab yurganligini ko'rdi. Va u kishi nimaga intizor bo'lib yuraysizlar deb so'radi. Ular Muhammadga deyishgan edi. Elqi odam, undoq bo'lsa sizlar ziyon tortibsizlar va quruq ovora bo'libsizlar. Azbiroy xudo, u hozir mush yerdan o'tib ketdi. U texe usti boshlaringlarni to'pichanglar bilan ko'mib yetibdi. U hozir o'z yo'liga ravon bo'ldi. Ular Azbiroy xudo, ajiba biz uni ko'rmabdik-ku deyishib o'rnidan turgan edi. To'pichanglar ularning usti boshlaridan bo'xsib tushdi. Lekin ular eshikning yo'chqidan qarab bir kishining yeshil tonni yepinib yetayotganligini ko'rdi va Alloh bilan qasamki, ana shu cho'qim Muhammad, u hozir uxlayotidi. Ustidagi uning odatda yepinadigan toni deyishdi. Shuning bilan ularning birisi shu, yana birisi emas degan gaplar bilan xeyli uzun vaqtni o'tkazib o'tdi. Ertasi saharda elqi odam o'rnidan turib edi, uning Ali ibn Abu Talib ekanligi oshkor bo'ldi. Bu chaqda ular qo'llarini tishlashib, uningdan Rasulullohni so'ragan edi. U uxmayman, menga deb bermadi dedi. Uydan o'nkirga. Bi'satning 14-yili Safar oyining 27-kuni, milodiya 622-yili 9-oyning 12-kuni yoki 13-kuni kechida Rasululloh uydan ayrilib, o'zining sabdishi va o'z suhbatida mol-mulkida eng ishonchli odami Abu Bakrining uyiga keldi. Ondan ikkilan birlikda kechining oxirgi mezgilida tong etishdan burun Makkadan chiqib ketish maqsadida oldirab, Abu Bakrining qo'rosining orqa eshigidan chiqib ketishdi. Payg'ambar alayhisalom Quraysh doiralarining qattiq iz qo'g'layotganligini va payloqchilarning nazari oldi bilan Makkaning shimoliga mangadigan Madina yo'liga tushadiganligini bilgan bo'lg'achqa, u asl nishonning tamoman aksi tarafiga yo'l oldi. U bo'lsa-mu Makkaning janubiga so'zilgan Makka-Yaman cho'ng yo'li edi. Rasululloh bu yo'l bilan 5 kilometrdek janubga qarab mengib, Sur tog'i deb ataladigan bir tog'ga yetib bordi. Bu tog' o'zi egiz, yo'llari agir to'qay, tik qiyo tog' bo'lib, atrofi butunlay qo'ram toshlar bilan o'ralgan, qadam ilib mengish to'limi qiyin edi. Shunga Rasulullohning ikki putidan bir qancha yerni ushliq toshlar yertib o'tdi. Aytilishicha, Rasululloh izini yo'qotish uchun putining uchida dastlab mangan ekan. Shuning bilan uning putining uchi echilib ketibdi. Qandaqli bo'lmasin, tog'ga yaqin qolganda Abu Bakri Rasulullohni apashlab yurib, kuchining boricha yugurib, tog' cho'qqisidagi o'nkirga akirib oldi. Bu tog' tarixda G'ori Sur, ya'ni Sur tog'i o'nkiri deb ataldi. Taqdirdoshlar Xorda. Ikkilan g'arga yetib berdi. Abu Bakri, "Ey Rasululloh, sen kirmay turg'in. Avval men kirib chiqay. Agar ziyondash yasharatlar bo'lsa, sendin ko'ra menga tekkini yaxshi", dedi. Ondan g'arga kirib, ma'lum yerni serib supurdi. Uning bir bo'lingidagi to'shikka ko'ynikini yirtib tiqib qo'ydi. Yana bir chatdagi ikki to'shikka ikki putini tiqib, uni atdi. Ondan Rasulullohni kirishga taklif qildi. Shuning bilan Rasululloh g'arga kirdi va qattiq erib charchab ketganligidan beshini Abu Bakrining quchqiga qo'ydi-da, ko'zi uyquga ketdi. Bu chaqda Abu Bakrining to'shikka tiqib turgan putini yilon chaqib oldi. Lekin u Rasulullohning uyg'onib ketishidan ansirab, chidab midirlamay turgan edi. Ammo uning ko'zlaridan og'riq azobi tufayli to'kilgan yosh tomchilari Rasulullohning mag'ziga temib, uni uyg'otib o'tdi va uningdan "Nima bo'lding, ey Abu Bakr?" deb so'radi. Abu Bakri yilon chaqib oldi. "Hech vaqasi yo'q, sen uchun ota-onam fidodir", dedi. Shuning bilan Rasululloh o'rnidan turib, uning putiga tukirib qo'ydi, uning putidagi og'riq pasaydi. Ular g'arda juma, shanba, yakshanba kunlari bo'lib 3 kun yoshirinib turdi. Bu jarayonda Abdullah ibn Abu Bakri ularning qishig'a har kechasi kelib ketib turdi. Oisha radhiyallohu anha mundaq degan: "Abdullah zerak, tetik, chechan, puxta yigit edi. U Rasululloh bilan Abu Bakrning yenidan kechining oxirida qaytib kirib,
Etigini go'yo Makkada qo'ngan kishi sifatida sahar turib Qurayshlarga aralashib yuradi. Otasi bilan Rasululloh haqida deyilgan gap so'z, suiqasd, planlarni ko'ngliga pukib qo'yib, qorong'i tushganda toqqa chiqib otasi bilan Rasulullohga bir-birlab yetkazadi. Abu Bakrning quli Amir ibn Fuhayra uning bir top qo'yini shu atrofda beqishga o'rinlashtirildi. U gugum tushganda qo'ylarni haydab opirib, sig'ib ularni sug'uratdi. Bu ularning tushlik va kechlik g'izosi edi. Ular shu bir o'tlamliq sut bilan uxlab qoladi. Bularning yenidan qo'yni tövanga bosatdi. U uda 3 kun shunday qildi. Amir ibn Fuhayrining bu qo'ylarni kechida qo'zg'atishi Rasululloh bilan Abu Bakrning yenidan Makkaga qarab mangan Abdullah ibn Abu Bakrning izini yo'qotmoq uchun edi. Ammo Quraysh doiralari halqi qabohatlik planni ijro qilgan atigini uning qochib ketganligini uqqandan keyin sarayning o'zi bo'lib ketdi. Ular avval berib Ali ibn Abu Talibni urdi va uni Kabening yeniga so'rab akilib, birar yeb uchiga erishib qolarmizmikin deb bir soat so'lab qo'yishdi. Oxiri Ali'dinmi hech qanday javobga erishalmagandan keyin hammasi to'plashib Abu Bakrning uyiga bordi. Uning ishkini qiqib edi, ularning oldiga Abu Bakrning qizi Asma chiqdi. Ular Asmadan qo'pollik bilan "Otang nada?" deb so'ragan edi. Asma "Alloh bilan qasamki, men otamning nadiligini bilmayman" dedi. Bu chaqda Abu Jahl qo'lini shiltib, Asmaning mangziga bir qachat urib, uning qulqidagi munchiqini uchiribdi. Arqadınlar Qurayshlar jiddiy yig'in chaqirib, mazkur 2 kishini qo'lga tushirish uchun tezdan harakat qilib, mumkin bo'lgan barliq vositalarni qo'llanishni qaror qildi. Shuning bilan Makkaga kirib chiqadigan barliq yo'l ig'izlarini qurolliq tekshirib, qattiq nazorat ostiga olindi. Shundaqla bu ikkilanning qaysi birisining mayli o'lik, mayli tirikini Quraysh tarafga topshirib berganlarga 100 tigi mukofot beradiganligini e'lon qildi. Bu chaqda pul uchun har narsadan voz kechadigan bir bo'lik otliq chavandozlar va piyoda iz qo'g'g'uvchilar ularni izlashga boshladi. Ular tog'ni egiz, o'ymonni cho'nqur, sahroni yiroq, shaharni qiston demay, pit tarag'andek tarab, fitrab ketishdi. Lekin hech bir yoqdan "Mana men topdim" yoki "Ko'rdim" degan sado anglanmaydi. Bir kuni charlig'ich qo'shin g'arning ig'iziga yetib bordi. Lekin Alloh o'z ishiga aman g'olibdirki, ularga Rasulullohni ko'rsatmadi. İmam Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan u Abu Bakrdan rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: "Men Rasululloh bilan g'arda turib o'tatdim. Beshimni azroq ko'tarib qarasam, bir muncha odamlarning put pochoqlarini ko'rdim. Shuning bilan Rasulullohga: 'Ey Rasululloh, agar ularning birisi o'zining beshini shundoq tuvan qilsalar, bizni cho'qim ko'rib qoladi" dedim. Rasululloh menga: "Jim turg'in, ey Abu Bakr. Biz 2, Alloh bo'lsa 3-chimizdir" dedi. Yana bir iborada: "Ey Abu Bakr, Alloh 3-chisi bo'lgan ikkalandimi ansiramsan?" dedi. Bu haqiqatanmi katta bir mo'jiza bo'lgan edi. Alloh uning bilan o'z payg'ambarini azizladi. Charlig'uvchilar bilan Rasulullohning orliqida faqat bir qancha qadam yer qolganda ular qaytib ketishdi. Madina yo'lida 3 kundan beri jiddiy iz qo'g'lash orqaliqmi hech qanday natijaga erishalmagan Quraysh doiralarining achchig'i bir oz pastga tushib, izlash nisbatan besiqib, navbat almashib charlash, tekshirish harakatlari oz-to'la to'xtagandek qilindi. Rasululloh bilan Abu Bakr Madinaga qarab yo'l erishga tayyorlandi. Ular Abdullah ibn Urayqitni yo'l boshlash uchun yolladi. Abdullah usta yo'l boshlag'uchi bo'lib, garchi u Qurayshlarning dinida bo'lsa-mu, Rasululloh uningga ishongan edi va 3 kundan keyin Sur tig'ining o'nkirida uchrashishga va'dalashib, uningga uloqlarini topshirib berib, bu yon chiqqan edi. Rost degandek, dushanba kuni tong saharda, ya'ni Hijriyaning 1-yili, Rabiul Avvalning 1-kuni, milodiya 622-yili 9-oyning 16-kuni Abdullah ibn Urayqit 2 tugini yetilab Sur tig'ining yanida paydo bo'ldi. Bu chaqda Abu Bakr Rasulullohga: "Sana ota-onam pidodir. Ey Rasululloh, bu 2 tugining birini tanlag'in" dedi va Rasulullohning oldiga u 2 tugining islirakini tanladi. Rasululloh uningga: "Bo'ladi, pulga olay" dedi. Asma binti Abu Bakr otasi bilan Rasulullohga ularning safar tayyorligini elib chiqqan edi. Biroq u ozuqliq selib chiqqan qachiga bog'lanchi bekitishni unutib qopti. Ular mang'ili tamshalganda ozuqliq bor bo'g'chini yuk taqqa esib qo'ymoqchi bo'luvdi, mumkin bo'lmay qoldi. Shunga u darhol beshidagi o'rimchichini 2ga ayirib, birisini kesibla ozuqliq qachisini tugiga isib berdi va yana birini o'z joyiga o'rib qo'ydi. Shuningdan e'tiboran u Zatun Nitaqayn, ya'ni qo'sh ko'ko'lilik deb ataldi. Ondan ular yurib ketdi.
va ular bilan Amir ibn Fuhayrmo birga yo'lga chiqdi. Yo'l boshlig'ichi Abdullah ibn Urayqit ularni dengiz sohil tarafga boshlab mangdi. Abdullah ibn Urayqitning ularni g'ardan chiqibla udul boshlab mang'an yo'li u avval janubga qarab Yaman tarafga davomli ilgariladi. Ondan g'arbga burilib dengiz sohiliga qarab mangdi. Hatto bir chog'da kishilar ancha bilib ketmaydigan bir yo'lga yetib beribdi. Qizil dengiz bo'yiga yaqin bir yerdan shimolga burildi. U yerda odamlar kamdan kam mangadigan bir yo'llardan boshlab mangdi. Ibn Ishoq Rasulullohning mush yo'l ustida besib o'tgan o'tang va yer joy nomlarini tilga olib mundoq dedi. Yo'l boshlig'ichi ularni jilg'idan elib chiqqandan keyin davomli Makkaning tuvan tom tarafiga boshlab mangdi. Ondan ular bilan dengiz sohil tarafga burilib, Osman degan joyning ostidagi bir yo'lni kesib o'tdi. Ondan ularni Amaq degan joyning tuvan tarafi bilan boshlab mengib, u yerdan Qadid degan joyga bordi. Qadiddan o'tgandan keyin Harror, Murra davini, ondan ular bilan Laqaf qo'nalg'usi degan joyning qop o'ttirsidan kesib o'tdi. Ondan Marjahu Maja degan yer bilan elib mengib, u yerdan Marjahu zil G'uzvayn, ondan Batnu zil Kishar degan joydan, ondan Jadajid degan yerdan, uningdan keyin Ajrat bilan boshlab mengib, u yerdan Zisalam degan joyga keldi. U yerdan Abid degan joyga keldi. U yerdan Faja degan joyga o'tib, ondan Araj degan joyga tushdi. Arajdan qo'zg'alib Rakuba degan joyning o'ng tarafi bilan Sanitul Air degan joydan o'tdi. Ondan Batni Rasam degan joyga berib tushdi va u yerdan Qubaga kirib ketdi. Yo'l ustida yuz bergan voqealar. 1. Imom Buxoriy Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda mundoq degan: Biz butun bir kecha atis atigandan toki olam tush bo'lganga qadar yo'l yurdik. Hatto bir chaqda kun tik tush bo'lib, yo'llar tinchlanib, to'la terim odam uchirmaydigan bo'lib edi. Shu asnoda bizga yiroqdan cho'ng bir tosh ko'rindi. Biz uning soy tashlagan tarafiga o'tib tushdik. Men Rasulullohga o'z qo'lim bilan aram oladigan joy rasildimda, uzun bir chaponni silib, "Uxlasla ey Rasululloh, men atrofni kuzatay" dedim. Shuning bilan Rasululloh uxlab qoldi. Men turib atrofni kuzatdim. Bir chaqda bir podachi bola qo'yini biz tarafga udul haydab keldi. Aslida umi bizga o'xshash soydash uchun kelgan ekan. Men uningga "Ey qo'ychi bola, kimning qo'yi bu?" deb so'radim. U Makkilik dedimi yoki Madinalik dedimi bir kishining qo'yi dedi. Men qo'ylaring orasida semiz qo'y bormi dedim. U "Ha, bor" dedi. Men "Soqqil bo'lamdi" desam, u "Bo'ladi" dedi va berib bir qo'yni tutdi. Men uningga qo'yning amchikini to'pchanglardan va maynat yung terilardan tozalab etib, "Ondan soqqin" dedim. U yenidagi bir tosh qachiga ozroq sut sig'ib berdi. Menda Rasulullohning tahorat elishi uchun va suv ichish uchun elib olgan bir qachi bor edi. Sutni shu qachiga qo'yib elib keldim. Men uni tatliq uyqusidan uyg'otib etishni xohlamaydim. Lekin u mening kelishimga uyg'ondi. Shuning bilan sutga ozroq suv qo'shib, osti tarafini sug'utdim va "Sut ichsizlar, ey Rasululloh" dedim. Rasululloh sutni qo'limdan elib ichdi. Men uning ichidan mamnun bo'ldim. Ondan u "Mang'adigan vaqt bo'lmadimi?" deb so'radi. Men "Ha, mang'adigan vaqt bo'ldi" dedim. Shuning bilan yana bu yerdan qo'zg'alib yo'limizga ravon bo'ldi. 2. Abu Bakrning odati. U yo'l bo'yi tugisini Rasulullohning tugisining keyniga chetib mang'atdi. Abu Bakri hamma odam taniydigan ma'ruf kishi edi. Rasululloh bo'lsa texi yosh, boshqa yurtning odamlari uni ancha ko'p tanib ketmaydi. Shunga yo'lda uchirgan ba'zi kishilar Abu Bakrga "Oldingizdagi bu kishi kim?" deb so'rab qoladi. Abu Bakri "U mening yo'lboshchim" deb javob beradi. O'qimaganlar uni safar yo'lini deydi deb o'ylab qoladi. Ammo u hidoyat yo'lini maqsad qiladi. 3. Yo'lda bularga Suraqa ibn Malik yetishib olg'ili tas qoldi. Suraqa mundoq degan: Bir kuni men o'z qavmimiz Bani Mudlij jamoatining so'rinlaridan birida o'ltiratdim. Siratdan bir odam kirib, so'rinning beshida o'ri turdi va "Ey Suraqa, men boya dengiz sohili yo'lda ketayotganlarni ko'rib qoldim. U cho'qim Muhammad va uning safardoshlarimikin deyman" dedi. Suraqa mundoq deydi: Men shu hammalla ularning rost shulardan ekanligini jazm qildim. Lekin men uningga "Ular sen deganlar emas. Sen cho'qim hozir mushu yo'ldan o'tib ketgan paloni pustonlarni ko'ribsan" deb qo'ydim. Ondan birdam o'zimni zo'rig'i besib o'ltirdim. Keyin so'rindan asta sug'urilib chiqib uyga kirdim va uydagi xizmatchi dedikimga otni ilib chiqib, orqadagi qum dovisining keynida tutib turishni buyurdim. Ondan
qo'limga nayzamni ilib, uyning orqa tarafi bilan nayzining uchini tutib so'rigan holda yugurib chiqdim. Hatto otning yeniga yetib kelibla, mingan peti iz qo'g'iltib qo'yibdim. Ot uchqandek chepib mang'atdi. Hatto bir chaqda ularga yiqillab berdim, tuyuqsiz etim putlashib yiqildi. Men uning ustidan mollaq etib yiqildim. Shuning bilan men o'rnimdan tasirak turib, qo'limni yenimdagi o'qdonga uzatdim va uningdan bir qancha tal pal o'qlarini chiqarib, men ularga yetisha olaymanmi yo'q deb pal selib baqdim. Afsuski, pal o'qi men arzu qilgandek chiqmadi. Shuning bilan men pal o'qlarga parvo qilmay, yanala etimga minib chaptirishga boshladim. Hatto men yiqillab Rasulullohning qiroatini anglayolgudek o'ringa yaqin kelib, tuyuqsiz etimning 2 puti tizig'icha yerga bitib qoldi. Rasululloh menga qarabmi qo'ymaydi. Abu Bakri pat-pat qarab qo'yatdi. Men ot ustidan yerga dumlab tushdim. O'rnimdan turib otni devatdim. Ot putini yerdan nihoyat tez tortib, qomatini rusladi. Uning oldida go'yo qor ustundek vahimalik bir chang tuzon osmonga ko'tarildi. Shuning bilan men yerimdagi pal o'qlarini o'rib, yana ko'rib baqdim. Natijada mening ko'nglimdagidek chiqmadi. Shunga men ularga omonlik e'lon qildim. Ular to'xtadi. Shuning bilan men etimga minib, ularning yeniga bordim. Men meni olg'a ilgirlashdan to'sib qo'ygan alomatlarni ko'rib, Rasulullohning bu ishi cho'qim g'alba qiladigan degan qarashga kelgan edim. Shunga men Rasulullohga: "Ey Rasululloh, Qurayshlar seni tutish uchun nurg'unlagan mukofotlarni e'lon qildi" dedim va uning odamlarning ularni qanchalik taqozolik bilan izlashib ketganligini xabar qildim. Va ularga yenimdagi ozroq uzuqliq va lozimatliklarni elib olishga tanlab edim. Ular buni qabul qilmadi. Ular faqat mendan biz bilan uchrashganligingni yo'shirg'in deganni o'tindi. Yana men Rasulullohdan menga omonlik xati yozib berishni so'radim. U Amir ibn Fuhaylga menga bir tal charmi raxtga omonlik xati yozg'izib berdi. Ondan uloqlarga minishib jiddiy yurib ketishdi. Abu Bakr radhiyallohu anhudan naql qilgan bir hadisda u mundaq deydi: "Biz yo'lga chiqaverdik. Halbuki mushriklar bizni qattiq izlayotdi. Shundaqdimi bizni Suraqa ibn Malikdan boshqa hech kim bayqay olmadi. U bizga ot bilan yetishib oldi. Bu chaqda men: "Ey Rasululloh, mana iz qo'g'g'ichilar bizga yetishib oldi" degan edim. Rasululloh: "Xotirjam bo'lgin. Alloh biz bilan billa" dedi. Suraqa qaytib ketdi. U kishilarning to'xtamay izlayotganligini ko'rib, "Men sizlarga vakolatan xabarning rost yolg'onligini aniqlab keldim. Bu atrofda hech gap yo'q" deb kishilarni izlashdan yondirishga boshladi. U kunning atigini Rasululloh va Abu Bakrga qarshi kurash qiluvchilardan edi. Kechligi bu ikkalanni qo'g'daydigan posibonga aylandi. 4. Rasululloh shu peti yo'l yurib, hatto bir chaqda Qo'zoa qabilasidan Ummi Ma'bad ismli bir ayolning kapisining yonidan o'tdi. U chidamliq, oliyjanob ayol bo'lib, shu sahrodagi kapisida tirikchilik qilib o'tadi. O'tgan kechganlarga osh tomoq va ussizlik berib yo'lga solatdi. Ular Ummi Ma'baddan: "Yeningizda yeydigan bir narsa bormikin?" deb so'ragan edi. U: "Azbiray Xudo, agar yenimda ozroq bir narsa bo'lgan bo'lsa edi, hargiz sizlardan aymaydim. Qo'ylar bo'lsa uruq" dedi. Shu yili haqiqatan qurg'oqchilik va qahatchilik yuz bergan yili bo'lgan edi. Shuning bilan Rasululloh kapining bir chetida peshini tuvan silib turayotgan bir qo'yni ko'rdi-da, "Bu nima qo'y, ey Ummu Ma'bad?" deb so'radi. Ummu Ma'bad: "U uruq avoqligidan hamrohlaridan ayrilib qolgan qo'y" dedi. Rasululloh: "Uningda sut bormidi?" degan edi. Ummu Ma'bad: "U degan bak avora. Sut chiqishi ehtimoldan bak yiroq" dedi. Rasululloh: "Amsa uni mening sig'ishimga ruxsat qilamsan?" dedi. Ummu Ma'bad: "Albatta, ota-onamning haqqida tutdim. Agar uningda sut bor deb qarasang, 1000 martaba sig'ib olgin" dedi. Rasululloh u qo'yning amchikini qo'li bilan siylab, "Bismillahirrohmanirrohim" deb duo qilib edi. Shu on ilq qo'yning amchigidan sut etilib chiqib, qo'liga to'kilishga boshladi. Shuning bilan Rasululloh bir qancha odamga taom sig'adigan bir orqachini akilib, u qo'yni sig'ishga boshladi. Birdamdala qochining yuziga qaymoqlar laynadi. Rasululloh sutni oldi va ilq ayolga sundi. U ayol ichib qoldi. Ondan yenidagi hamrohlarini sug'ardi. Ularmi ichib qinishdi. Eng oxiri o'zi ichdi. Yana sig'ib, qochini liq-muliq to'shqizib etdi va sutni ilq ayolning yeniga qo'yib yo'lga ravon bo'ldi. Uzoq o'tmay u xotinning eri uruqligidan qadam elishga majol qolmagan bir qancha tal shoxpoy sog'liqni haydab paydo bo'ldi. U uydagi sutni ko'rib hayron qoldi va "Bu sutni nerdan paydo qilding? Uyda qolgan qo'y uruq ovora tursa, uningdan boshqa sig'in bo'lmasa" deb so'radi.
Ummu Ma'bad, yo'q, Alloh bilan qasamki, boyatin bizning chidirimizga muborak bir kishi tushib o'tdi. U mundaq so'zlarni dedi va paloni ishlarni qildi, deb Rasulullohni bir qo'r tunishtirib o'tdi. Abu Ma'bad, "Ezbiroyi Xudo, Qurayshlar izlayotgan kishi shu bo'lib qolmasin yana. Ey Ummu Ma'bad, uni menga tafsilroq tunishtirg'ina", dedi. Shuning bilan Ummu Ma'bad Rasulullohni go'yo anglag'uchini o'z ko'zi bilan ko'rgandek hissiyotga keltiradigan yuqori fasohatli so'z mahorati bilan sifatlab berdi. Bu chaqda Abu Ma'bad, "Alloh bilan qasamki, Qurayshlar gapini qilib yurgan kishi cho'qim shu ekan. Men uningga hamsuhbat bo'lay degan edim. Fursat bo'lsa cho'qim shundoq qilaman", dedi. Shu kunlarda Makkada kishilar g'oyibdan mundaq bir yangroq ovozni angladi. Ammo uning aytquchisi ko'rinmaydi. "Iloha, qil marhamat Ummu Ma'bad uyiga. Ikki sabdosh ham nafas qadam qo'ygan kuniga. Qadinaslar mungdishib ravon bo'ldi yo'liga. Ijod topqay har kishi hamroh bo'lsa uningga. Ey Qusay avlodlari, nima ketdi qo'lingdan? Ketib qoldi ulug'luq tan qilinmas narsiga. Xor bo'lib bani kab ayollarcha bosh egar, makonlari g'animat musulmonu mu'minga. So'rasanglar ulardan Ummu Ma'bad aytidi, mendan ko'ra savolni qo'yinglarchu qo'yimga." Asma binti Abu Bakri mundoq degan: "Biz Rasulullohning qaysi tarafga yuzlanganligini bilolmay qoldik. Ushtumtut bir jin Makkaning tuvan tarafidan yuqorqi misralarni o'qib paydo bo'ldi. Odamlar so'zi bor, o'zi yo'q bu ovozga ergishib menishatdi. Hatto u Makkaning yuqori temi tarafiga chiqib ketdi. Biz shu on Rasulullohning qaysi tarafga yuzlanganligini, ya'ni Madinaga qarab yo'l olganligini bilib oldik." 5. Safar davomida Rasululloh Abu Buraydaga yo'liqdi. U qavmi jamoati ichida katta obro'li kishi edi. U bu qitim Quraysh doiralari e'lon qilgan zo'r miqdordagi mukofotni qo'lga keltirish tamasida Rasululloh va Abu Bakrni izlab chiqqan. U Rasululloh bilan yuzturani ko'rishib fikrlashgandan keyin shu yerning o'zida billa chiqqan 70 kishi bilan musulmon bo'lganligini e'lon qildi va darhol beshidagi sallasini elib, nayzisiga chigib, aminlik va tinchlik elchisi jahonni adl adolatga to'shqizish uchun keldi deganni bildiradigan alam qilib ko'tarib oldi. 6. Madinaga borguchi bo'lgan orliqda Rasululloh yana Zubayr ibn Avvom bilan uchrashdi. U musulmonlarning Shamdan qaytib kelayotgan tijorat karvoni bilan birga edi. U Rasululloh va Abu Bakrga birdan oq raxtga to'n kiydirib yo'lga soldi. Quba kentida shodliq. Bi'satning 14-yili, bu Hijriyaning 1-yili hisoblanadi. Rabbiyul Avvalning 8-kuni, ya'ni milodiya 622-yili 9-oyning 23-kuni. Dushanba Rasululloh Quba kentiga yetib keldi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu mundoq degan: Madinadagi musulmonlar Rasulullohning Makkadan qochib ketganligini anglagan edi. Shunga ular har kuni atigan Madinaning sirtidagi Harra degan soyliqqa chiqib, Rasulullohning kelishini kutatdi. Hatto kun qizib, soyda turish mumkin bo'lmaganda ondan qaytib kirishatdi. Ular bugunmi xeyli uzoq saqlagandan keyin bir ko'zi keynida qaytib ketishdi. Ular qaytib uylariga tarqalgandan keyin Yahudiylardan bir kishi o'zining bir ishi bilan ularning qal'alaridan bir qal'a ustiga chiqqan ekan. U Rasululloh va uning hamrohlarining keng ketgan soyda op-oq kiyimlik bir ko'rinib, bir ko'rinmay ketayotganligini ko'ribdi. Shuning bilan ilqi Yahudi o'zini tutib ololmay, "Ey arablar jamoasi, sizlar muntazir bo'layotgan mo'tiviringlar ana", deb to'libatdi. Buni anglagan musulmonlar darhol qo'zg'alib, qurol-yaroqlarini elib, Rasulullohni qarshi olish uchun otlandi. Ibn Qayyum mundoq deydi: Xo'shalliq sadosi va takbir ovozi Bani Amri ibn Avf mahallasida yangradi. Musulmonlar Rasulullohning sog'-salomat yetib kelganligiga xo'shal bo'lib, takbir aytdi. Kishilar taraf-tarafdan uning bilan ko'rishish uchun kelmoqda edi. Ular Rasululloh bilan ko'rishib, Rasulullohga qizg'in salom berdi va uning payg'ambarlik ehtiromini bildirdi. Ular atrofni o'rib olib, jumboq bo'lib menishatdi. Temkinlik uningga to'limi yarashgan edi va Allohning haqiqatan Alloh uning madadkoridir. Jibrilmi uning madadkoridir. Ulardan boshqa farishtalarmi uningga yo'lanchiqdir. Qur'oni Karim sura Tahrimdagi 4-oyat nozil bo'lmoqda edi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu yana mundoq degan: Ular Rasulullohning oldiga chiqishdi. Rasululloh ular bilan o'ng tarafga burilib menib, Bani Amri ibn Avf mahallasiga berib tushdi. Bu kun Rabbiyul Avval oyining dushanba kuni edi. Abu Bakri o'ri turib kishilarni qabul qilyotdi. Rasululloh uning yonida jim o'ltirdi.
Shunga Rasulullohni qarshi olish uchun chiqqan ansarlardan burun uni ko'rmaganlar Udul Abu Bakrning oldiga kelib Rasulullohga salom berishga boshladi. Bir chaqda Rasululloh o'ltirgan yerga optob tushib qoldi. Abu Bakri ustidagi ridosini silib, uningga soyvan qilib turdi. Shu an kishilar Rasulullohni tanib olishdi. Butun Madina aholisi qizg'in kayfiyatga cho'mdi. Cho'ng kichik hammasi Rasulullohni kutib olish uchun chiqqan edi. Bu kun Madina tarixida mislsiz shodlikqa to'lgan bir kun bo'ldi. Yahudiylarmı Habquq degan payg'ambarning haqiqatan Allohning rahmati Taymon tarafidan kelgan va Quddus, ya'ni ayb nuqsondan xoli ruh Faran tog'laridan keladi degan bishoratlarning rostligini o'z ko'zlari bilan ko'rib olishdi. Rasululloh Qubada Kulsum ibn Hadam degan kishining uyiga tushdi. Ibn Haysamaning uyiga tushdi degichilarmi bor. Ali ibn Abu Talib Rasulullohdan ayrilib Makkada 3 kun turib, kishilarning Rasulullohdagi olg'u bergularini o'z joyiga qaror topqizib etib, piyoda yo'lga chiqdi. Oxiri Qubada Rasulullohning keynidan yetib, Kulsum ibn Hadamning uyida uchrashdi. Rasululloh Qubada dushanba, sayshanba, chorshanba va payshanba 4 kun turdi va bu jarayonda Quba masjidini ta'sis qilib, uningda namoz o'qidi. Shuning bilan bu masjid Bi'sat, ya'ni Rasululloh payg'ambar bo'lgandan keyin taqvodorlik asosida bino qilingan tunji masjid bo'lib qoldi. 5-kuni, ya'ni juma kuni bo'lib edi, Rasululloh Allohning amri bilan tugisiga mindi va tugisini Bani Najjar mahallasi tarafga haydadi. Rasululloh ularni chaqirish uchun odam avatgan edi. Shunga ular qilichlarini esib, nayzillarini ko'tarib, hurmat qorovullari sifatida Rasulullohning oldiga keldi. Rasululloh ularni agashtirib Madina tarafga qarab ilgirladi. Bani Amri ibn Avf mahallasiga kelganda juma namozining vaqti bo'ldi. Shuning bilan Rasululloh ular bilan hozirgi Bat'i vodi degan joydagi masjidning o'rnida juma namozi o'qidi. Ular 100dak odam edi. Mushu kuni Rasululloh kam ziyodasiz 53 yoshga to'lgan edi. Buning bilan Rasululloh fil vaqasining 41-yili Rabbiyul Avvalning 9-kuni nabuvat bilan hurmatlangan degichlarning qarshida uning payg'ambar bo'lganiga saq 13 yil to'shgan edi. Ammo Rasululloh fil vaqasi yilining 41-yili Ramazonda payg'ambarlik sharifi bilan hurmatlangan degichlarning qarshida bo'lsa, uning payg'ambar bo'lganiga saq 12 yil 5 oy 23 kun to'shgan bo'ldi. Alloh hammadan olimroqdir. Rasulullohning Madinaga kirishi. Juma namozidan keyin Rasululloh Madinaga kirdi. Shu kundan e'tiboran Yasrab deb atilgan bu qadimiy shahar Madinatun Nabawiyya, ya'ni payg'ambar shahri deb ataldi. Tövanda buni qisqartib Madina, ya'ni shahar deb olamiz. Rasululloh Madinaga qadam tashrif qilgan bu kun tarixiy ahamiyatga ega, cho'ng kichik hamma shod-xuramliq cho'mgan unutilg'isiz bir kun bo'ldi. Uylar, bo'yli aramlar, ko'ch-ko'ylar va rasti do'qmishlar qizg'in madhiya shuarlari va tabrik olqish sadolari bilan zilzilaga keldi. Ansarlarning qizlari shodlik va xushallik tantanasiga mos keltirib, usul o'ynab tuvandagi misralarni o'qiydi. Rasululloh to'lun oydak chechib nur. Chiqib keldi saniyatul vidodin. Xudoga shukri qilmoq bizga lozim, biror odam qo'l uzmasila duodan. Musulmonlarga maqbul ushbu dinni Rasululloh elib keldi Xudodan. Ansarlarning hammasi garchi uy aramlari azoda, davlatman zardor kishilardan bo'lmasa-mu, lekin ularning har qandig'i Rasulullohni o'z uyiga tushirishning ko'yida edi. Shunga Rasululloh har bir ko'cha, har bir qo'roning oldidan o'tsa, tugisining cho'lvirida tutib olib, hash-pash degicha xalta xurjun, qurol-yaroq, asbob jaromlarni tortib bo'ladi. Bu chaqda Rasululloh ularga tugini o'z ixtiyori qo'yutinglar. U Allohning amri bilan mang'uchidir, deydi. Shuning bilan tuga ixtiyoriy holda mang'ili turdi. Hatto bir chaqda hozirgi payg'ambar masjidining o'rniga yetib kelib edi, tuga cho'kib yotdi. Rasululloh texi tugisidan tushkichi bo'lmagan edi, tuga yana qo'zg'ilib, ozroq mengib to'xtadi. Ondan ikki yeniga bir qarab yetib, keyniga burilib kelib, dastlabki o'rniga cho'kib yotdi. Shuning bilan Rasululloh tugidan tushdi. Bu joy Rasulullohning tog'illari Bani Najjar jamoatining tavalligi bo'lib, tugining bu yerga kelib to'xtishi Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'lgan edi. Rasululloh boshida o'z tog'illariga tushib, bu orqali ularni hurmatligisi bor edi. Bu chaqda hamma odam Rasulullohni biznikiga borayli deb oilasiga taklif qilish bilan qoldi. Ardın Ebu Ayyub Ansari burun Rasulullohning yuktoqlarini elib uyiga kirib bo'ldi. Shunga Rasululloh odam o'zining yuktoqlari bilan birga bo'ladi dedi
va Asad ibn Zurara kelib Rasulullohning tugisining cho'lbirini tutguncha uyiga yetilib ketdi. Shuning bilan tuga uninkida turdi. İmam Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom urug' tuqqanlardan qaysisining uyi yaqinroq deb so'ragan edi. Abu Ayyub mening uyim yaqinroq ey Rasululloh. Mana bu oldimizdagi bizning uy. Avi ko'ringani bizning darvoza dedi. Bu chaqda Rasululloh undoq bo'lsa sen berib bizga aram oladigan joy tayyorlagin. Devidi Abu Ayyub emsa Allohning barkati bilan o'rninglardan turinglar deb ularni uyiga boshlab ketdi. Bir qancha kundan keyin Rasulullohning ayoli Savda, qizlardan Fatima, Ummu Kulsum, beqib olgan o'g'li Usama ibn Zayd va Ummu Aymanlar Madinaga yetib keldi. Ular bilan billa Abdullah ibn Abi Bakr otasining bola chaqalarini billa elib kelgan edi. Ularning ichida Aisha bor edi. Rasulullohning yana bir qizi Zaynab eri Abul Asning yanida qolib qoldi. U bu qatim hijrat qila olmadi. Badr urushidan keyin ondan hijrat qilib chiqdi. Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasululloh va uning sahobalari Madinaga kelgandan keyin betob badhollik kasaliga giribtor bo'lib qoldi. Shu qatorda Abu Bakr va Bilollarmo bu kasalga giribtor bo'ldi. Bir kuni men ularning yoniga kirib, "Ata, o'zing qandaqroq? Ey Bilol, sening ahvolingchi?" deb so'radim. Abu Bakr tab kasali yatsila mo'no misralarni aytdi. Hamma odam o'z uyida shirin yotar, biroq o'lim qosh kirpikda uni maro. Shuning bilan men Rasulullohning qishiga kelib ahvolini devidim. Rasululloh: "Ey Alloh, biz Makkani yaxshi ko'rganimizdek, Madinani mo yaxshi ko'rsatgin. Ya uningdan bakrak yaxshi ko'rsatgin. Madinani kasallardan xoli qilgin. Madinaning o'lcham tarozilariga barkat bergin va uningdan tab kasalini Juhfaga yetkazgin" deb duo qildi. Hurmatli o'qirman, mana mushu yergacha Rasulullohning hayotining bir qismi oyoqlashdi va islom davlatining Makka davri asosiy jihatdan oyoqlashdi. Rasulullohning Madinadagi hayoti. Rasulullohning Madinadagi hayotini tuvandagidek 3 bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi, Madinada parokandichilik va qalaymaqon fitna fasodlar yamrab, ichki jihatda har xil qalaymaqonchiliklar yuz bergan, tashqi jihatda dushman kuchlar Madinaga tajovuz qilib kelib, musulmonlarning hayoti va mol-mulki ig'ir xavf ostida qolgan o'tkinchi davr bosqichi. Bu ansiz bosqich Hijrining 6-yili Zulqa'da oyida Hudaybiya shartnomasi imzolanishi bilan oyoqlashdi. Ikkinchi, buddistlar bilan tinchlik kelishimi o'rnatish bosqichi. Bu bosqich Hijrining 8-yili Ramazon oyida Makka ishg'ol qilinishi bilan oyoqlashdi. Ham bu davr har qaysi el podshohlarini islomga da'vat qilish bosqichi bo'lib hisoblanadi. Uchinchi, jami xaloyiqlar to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirish bosqichi. Bu har qaysi qabila aymoqlar va qavm jamoatlarning Madinaga el bo'lib elchi avatish to'lqini yuqori pallaga ko'tarilgan bosqich. Bu bosqich Hijrining 11-yili Rabiul Avval oyida Rasululloh vafot topganiga qadar davomlashdi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini haqqan tuproqlarga japa chekkan bu din